Assalomu alaykum barchaga. Yana tovarlarim keldi. Obzor qilib bermoqchi edim. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zimni ism familiyamga kelgan. Ko'pchilik so'rashadi, yolg'onmasmi, aldov yo'qmi, to'lov qilsam, zakaz qilsam kuyib qolmaymanmi, ko'pchilik firibgar deb. Yo'q. Bizda har xil mahsulotlar bilan emas, faqat papirlik bilan shug'ullanaman va xohlagan viloyatga, xohlagan davlatga ham zakaz urib beriladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ofislarga uriladi mana shunaqa cheklar bilan. Hech qanaqa yolg'on, aldov yo'q. Bemalol katalogdan zakaz urdirib, o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotni zakaz bersangiz bo'ladi. Yana bitta tomonni aytmoqchi edim. Xohlagan davlatingizga ham zakaz urdirishingiz mumkin. Men reklamalarimda aytadigan narxlarim O'zbekiston katalogidagi narxlar. Boshqa davlatlarda har davlatning o'zini summasi bilan ishlanadi. Har davlatni xohlagan davlatingizdagi ofislarga zakaz berishingiz mumkin. To'lovini qilasiz. O'zingizni davlatingizni narxida, katalog narxida zakaz urib beriladi. B-Royal seriyasi, buni ham ko'pchilik so'rashyapti. Ko'rayotganingizdek, mana zlota 24 karat tilla qo'shilgan bunga kukuni medovый ekstrakt. Asal va o'sha 24 karat tilladan bo'lgan ajinlar uchun, kuchli ajinlar uchun zo'r naborimiz. Buni ko'pchilik so'rashayotgan edi, qanaqa rezultat berarkan deb. Ishlatganlar juda ham zo'r, yaxshi rezultat beryapti. Faqat nabor bilan ishlatiladi, lekin nabori birozgina boshqa naborlarimizga qaraganda qimmatroq. Puliga yarasha. Chunki bunda tilla qo'shilgan, shuning uchun qimmatroq. Buni bu ko'z atrofi kremi, bunisi dnevnoy kremi. O'tgan katalogda ikkalasi aksiyaga tushdi. Bitta klient zakaz urdirdi. Endi xudo xohlasa yana молочкосini, ночной kremini yana zakaz urib beraman davomini. Nabor qilib ishlatadilar albatta. Murmur bu atirimizni biladiganlar bo'lsa kerak. Ko'pchilik sladkий, juda ham yoqimli shirin ifor, lekin me'daga tegmaydigan yengilroq shirin ifor. Juda ham yoqimli parfyum atirlarimizdan. Murmur juda ham zo'r. Kimga kerak bo'lsa, zo'r aksiyaga tushgan 166 ming. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi, katalogda bor. Bu kremimiz noxush hidlarni davolovchi antiperspirant kremlarimizdan oyoq uchun. Kuchli terlarni juda ham zo'r davolab beradi. Bitta ikkitada уже rezultatini sezasiz. Ko'pchilikda juda ham noxush hid keladigan nima bo'ladi, vaziyatlar bo'ladi. O'shani уже mana shuni ishlatsangiz, уже bitta ikkitada o'sha vaziyatni bartaraf etib, yaxshi tomonga rezultat olasiz. Buni ko'p sotaman. Har katalogda уже zakazlarim bo'ladi. Mana shuni o'zini ham bitta klient zakaz bergan, uchalasini ham. Yana ko'p marta aytganman, buni faqat oyoqqa emas, qo'ltiq ostiga ham noxush hidlarni davolash uchun, kuchli terni davolash uchun chiqqan. O'shanga ham ishlatsa bo'ladi. Yosh bolalarda erta boshlanadi ko'pchilikda, hozir deyarli ko'pchilikda shunaqa bo'lyapti. O'shanga ham ishlatsa bo'ladi. Rexona ishlatmasdan mana shu bilan oldin olib ertaroqdan kuchli terlashlar bo'lsa, o'shani davolasa bo'ladi. Shu orqali. Bu bunaqa cho'milish uchun mana maxsus Faberlikniki. Juda ham qimmat emas, arzon. Machalkalari ham bor ichini. Juda ham zo'r ko'pirib, cho'milganda zo'r ishlatsa bo'ladi. Mana shu 2 barabar laqsh tushimiz. Mana 2 barabar soxta kipriklarni nimasini, объемini berar ekan. O'zi ham bunchalik qimmat emas. Bemalol zakaz berib olishinglar mumkin. Haqiqatdan ham zo'r объем berib turar ekan.
Ko'pchilik so'rashadi, Fabellikda judayam bir yoqimli bor kelib turadigan, sepiladigan spreylar bormi deb. Mana buni o'zim olib ko'rmagan edim, bugun zakaz qildim, keldi. Judayam zo'r ekan. Hidi qanaqa desam, shirin ifori yaxshi ko'radiganlarga zo'r yoqar ekan, judayam zo'r ekan. Yoqimli kelib turar ekan hidi. Xohlasangiz badanga ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz kiyimga ishlatsangiz ham bo'laveradi. Ifori judayam zo'r yoqimli ekan, narxi ham unchalik qimmat emas. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Expert seriyasidan shampun. Bu shampunimiz soch o'stiruvchi, sochlarni o'stiruvchi shampunimiz. O'zim ishlatib ko'rgan biotini bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, biotini bor. Sochlarga jilo berib, yaltiratib, zo'r yumshoq qilib turar ekan. Qanaqa zo'r tez o'stirdi. Men o'zim ishlatdim. Men sochim unchalik yaxshi o'smas edi. Qarasam, o'zim bilmagan holda sochim tez o'sib ketibdi. Judayam zo'r ekan, bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Soch o'stiradigan shampunlarimiz bormi deb so'rashadi. Mana. Bunisi tovon kremi, ya'ni tovon ayrilganda ishlatsa bo'ladi. Mana halol sertifikatiga ega. O'zi bitta ikkita rezultati bilinadi. Oyoqni yuvib, issiqqina, yumshoqqina bo'lgandan keyin mana shu kremni ishlatib surtib yotsangiz kechasi juda ham zo'r yumshoq va silliq qilib qo'yadi tovonni. Bemalol kimni zakasi bo'lsa, zakaz berishingiz mumkin. Hamma mahsulot skladda, katalogda bor. Hamma viloyatga ham va xohlagan davlatingizga ham zakaz bersanglar bo'ladi.